ezelden var yemiş yemiş söyüngenni küyleydi nağlar. Assalomu alaykum Nahmaydandagi tomoshabin do'stlar, assalomu alaykum ekranlardagi ko'rman do'stlar. Ko'rayotganinglar Urumchi televiziya stansiyasi bilan Shinjang Vasiyot madaniyat tarixi shirkati birlikda uyushtirgan Qizil Qala vitaminli quvvat ichimligi alayda hamkorlashgan Yangi Nava programmasi. Men riyosatchi do'stlar Tahir Tursun. Men do'stlar Ro'zaxon Xudoxon. Bo'g'an baholovchi ustozlarni tanishtirib o'tgan bo'lsak, atoliq naqshchi, kompozitor, san'at tadqiqotchisi Abduz Rahim Akkal apandim qarshilamiz. Artisti atoliq naqshchi Dilshod Raydin apandim qarshilamiz. Do'lani Zohir Burxon apandim qarshilamiz. Müzik fakültetining naqsh o'qituvchisi magistr aspirant Hamragul Abduqodir muallim qarshilamiz. Bizning naqshimiz. Atam sormaydı halini, anam sormaydı halini, anam sormaydı halini, aramızda rakip ne kübey canım altın, görüştürmeydi yarını, acını. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Kenan davası aldı bilan tomoshabinlar ashunaqalar ko'rman do'stlar o'zingizni bir tanishtirib o'tgan bo'lsangiz. Assalomu alaykum. Shu Yangi Nava programmasida qatnashgan barliq aziz qarindoshlar, baholovchi ustozlar. Assalomu alaykum. Shu ekran oldida o'tirgan yurtlardagi aziz qarindoshlar. Men Turpan yerga kelgan birinchi numar Moyir Muratjon ablamitdan hammalarga o'tib salom, kechinglar xayr bo'lsin. Muratjon xush kelibsiz. Ajoyib bir chiroyli Turpan xalq naqshi bilan boshlab berdiz Nava programmamizni. Unda o'z Turpanda bir qanday bilan shug'ullanasiz? Qanday kasb bilan? Shu muzik chalma. Nada? O'ydimi ya? Restoranda qo'yaman, hamda restoranda. Restoranda. Restoranda madrak oshxona emas-ku? Yo'q, restoran. Turpandan yeganingda jibirg'ash yo'qda. Endi shu kichigimda shu bilibman shu san'at tarbiyalash maktab o'qimagan bo'lg'achqa, lekin bu o'tdek ishtiyaq meni qaynadida me'damda shu munosabat bilan ammo shu kasbimni yana davomli bir qalayda shuni shu yaxshi bir so'rovlarda degandek mashhur so'rovlarda
Şu hizmetimni endi davom etib kelyapman, xizmat qilib ketdim endi. Biroq xizmat desak albatta bo'ldi, nima xizmat demaymiz uni. Bu muhim xizmat mavzusi. Boshqalarni ishtiyoqi, yuraklarni qaynatib, seni ishtiyoqing maydonni qaynatib turibdi. Rahmat. Bo'pti, endi hamsa bizning ustozlarimizning 4 ustozdan kim sana baho berilgan? Qarab boqaylik. Ovozingiz shundoq yaxshi tushdi. Quroq chevirlardim shundoq yaxshi oldingiz naqshni. Qizim yaxshi moslashib usulga. Avvaldan qaraganda xeyli sahnaga pishqandek qilib tursiz. Rahmat. Muvaffaqiyat tilayman. Rahmat Mustafa. Ovozingiz mushu hozirgi aytgan kuydan yana bir ovoz yuqori aytib o'tgan bo'lsangiz, texmi echilarkan, sal tuvan kelib qopti ovoz. Ha, ma'qul. Endi biz pianinoni Yevropalikdek voyaga yetkazib cheplamaymiz-ku. Yevropalikmi duttani bizda cheplamaydi. Skripkani biz ularda cheplanmagan bilan ular g'ijekni bizda chalamaydi. Biz Yevropalikdek shu İtaliyacha naqsh o'qishni ulardek voyaga yetkazib o'qiyamasligimiz mumkin. Ammo ularni ham bizning Turpan xalq, ham Qashqar xalq, Kucha xalq, nurg'un xalqimizning nurg'un esil naqshlarini ularmi o'rlayolmaydi. Demak, sizning tutgan yo'lingiz eng to'g'ri. Kiyimlaringiz, do'ppinlaringiz, mardona qiyofatingiz, aytgan naqshingiz. Tabarakallah. Sizmi dunyoda bir naqshchi hisoblanasiz. Rahmat ma'lum. Rahmat sizga. Rahmat. Sağ olun ustozlar, nəhayət yaxşı baho berib ketdi. Təmsiliyə nəhayət yaxşı baho. Rahmat tilaymiz. Rahmat. Bo'ldi. Rahmat. Bizning naqshimiz bosqichidagi 1-numurlik mayirimiz o'zining naqshini aytib ketdi. Unda qizg'in olqishlar bilan 2-numurlik mayirimizni sahnga qilib olgan bo'lsak, qani marhamat. Meşğul vay kızım meşğul bir sıyvanı
biz meşhur. Assalomu alaykum. Aleyküm assalom. Assalomu alaykum. Ekansiz. Ha, oldi bilan tomoshabin do'stlarga shundaqla ko'rman do'stlarga o'zingizni bir tanishtirib ketgan bo'lsangiz. Assalomu alaykum. Naq maydondan yangi nava programmasida qatnashib o'tirgan aziz ko'rmanlarimiz, shundaqla sevimli ustozlarimiz, shundaqla yana ekran oldidagi qadrli ko'rmanlarimiz. Qo'mil diyardan kelgan 3-nomerlik Noir do'stomlar Qaysarjondan nimalar o'tib salom. Xo'sh edim. Necha yoshga kirding bu yil? 21 yoshga edim. 21 kirdingmi? Ha. O'zing odatda o'qamsan ish qilsa? Men hozir Shinjang san'at institutining Cho'nglar Marib kasbida 3 yillik pianino kasbida o'qiyapman. Unda bo'lsa, navo programmamiz qanday bir maqsadlar bilan keldingiz? O'zim kichigimdan qiziqqan bo'lg'achqa, kichigimdan qiziqatdim shu kasbga. Ha. Hozir kichiksan bo'lmasa. Peki shu demak sen 6 oylik, 7 oylik vaqtingiz Shu kasbga rasmiy qadam qo'ygandan boshlab hozir qadar Ha. shu yangisan navo programmasiga qatnashish orqali men to'g'an pastda hammadan hurmatlaydigan qadrli ustozlarimizning bana kamchiliklarni tuzitib, baho berib bo'lsa kamchiliklarni tuzitib berish maqsadida keldim. Ba'li ustozlar qanday baho berib Fikrlansak. Salom, Qaysar Samat ilim xush Aleyküm kelibsiz. selam. Bu bosqichda haqiqatan mush bosqichning talabiga nihoyatda mos keladigan kuchlik milliyatligi bor, xosligi bor, yaxshi bir nomer olib kelibsiz. Bo'libmi usulchi qizimizniki sho'x tetik harakatlari sizning shu nomeringizga alayda husn qo'shdi. Ovozingizmi yumshoqroq, tekshi texi butunlay ichilib bo'lmagan yuqori ovoz ekan. Әмділі 21 яш кіріпсіз, бұндан кейін давамлық тоқтымай іздінің, бұндан кейінгі музыка сахасында текімі яқшы ұтықланы қазынышыңызға тілектәшмен. Rahmat olim. Rahmat. Bo'ladi, bağlıqçılarning bahosini anglab o'tdik. Anglab o'tdik. Tuvangi uch bayram ag'ash tutsangiz. Bizning 3-nomerlik mayrimizmi? O'zining naqsini yetib bo'ldi. Baholovchilarning taklif fikrlari badi hamsa 4-nomerlik mayrimiz taklif qilamiz. Marhamat. Marhamat. Örgülüp oyna Leyla
usul chiqib yigitlarga ko'pdan ko'p rahmat. Nayt chiroyli qushlar o'ynab qo'ydinglar. Rahmat sizlarga. Qo'ldan davuz oldi bilan o'zingizni bir tanishtirib o'tgan bo'lsangiz. Assalomu alaykum. Nava programmamizga qatnashgan barcha aziz ko'ruvchilar. Assalomu alaykum. Hurmatli bağlıqçı ustazlar, suyumli riyosatchilar, Voy rahmat va alaykum assalom. jafokash rejissor, operatorlar, televizor oldidagi ko'ruvchi do'stlar, 4-numurlik mayir Akbar Tutidan hammalarga salom. Rahmat Akbar, rahmat. Rahmat, Akbar xush kelibsiz. Akbar jut nadan? Amin. Yakan naysning shu eng chet izlardan bo'lgan 90 kilometr Yakan naysiga. O'zimning shu uyimcha naysning bir tog'liq bir izi bor, Qo'shirab deydigan. Yakan naysning Qo'shirab izi. Qo'shirab. Qo'chon bilan tutash. Akbar nim kasb bilan shug'ullanasiz? Men Qo'chon Bashovushda muzika o'qishdi. So'g'oqmi deymi, u yoqmi tumoq bilan juramdi deymi? So'g'oq. Batun Zarepshan daryosi bilan, Zarepshan daryosining bishicho'ya. Ba usti tog'. Usti daryoni tutashagan ekan. Daryoni ustida tog' bormi? Ha? Sog'ning pastda. Tog'ning pasti daryo. Tektirib qo'yilib mikrofondan pang'alib qo'yibsiz. Ana be odam urdigan qo'ydirimiz yo'qda? Yo'q, biz bu odam Usulchilardan chiqib toza qo'ymaylar bizni. To'g'ri, odam tarbiyali. Birinchi ishiga kirib toza qo'ymsan? Ha, rahmat Akbar bilan bayan biz bilan azroq suhbatlashgan. Nayt japanlik sharoit bilan kelibdi bu yerga. O'zining xizmat sharoitima tag'dika. Tog'ga otib kelgansiz Urumchiga. Japanlik sharoitdan keldi. Urumchiga o'qish keldim lekin hozir. O'qish keldingiz. Ha? Qaysi maktabga? Men shu Shinjong pedagogika universitetida davlatlik tarbiyalash muzika sinfiniga 3 oylik tarbiyalash sinfida o'qiyman hozir. 8-oyda kelgan. O'quvchilarimiz ham hozir muzika darsi olamatanda. Yo'q, olamayapti. Sizdan boshqa muzika darsi o'qigan odam sinf mudirim men-chi. Hem sinf mudiri. Hem sinf mudiri ham muzika o'quvchisi. Hem Shavjan, hammasini o'zingiz bor? Hem Shavjan, ham o'quvchi. Muzika asosan shu o'zingiz qurib olgan maktab emas-ku? Yo'q. O'zingiz ta'tildan qo'yib turib o'tirgan. Darsdan ekan. Gap qizmay qo'ymay yo'q. Xo'sh. Hamsa ustozlarimizning bahosini anglab boqaylik. Bu numar o'ziga xos yerlik alaylikka ega. Nəhayət mükemmel qurulma şəkli bo'yicha sahnada icra qilindi. Aslida bu san'at keçiliginin yaxshi bir numar ekan. Nəhayət yaxshi. Rahmat. Naqshinimi yaxshi icra qildingiz. An talabim ovozingizni texmi uchuq chiqarish uchun biroz bilim olish kerak, ya'ni tirishing. Mush taraflarni itildirsangiz texmi yaxshi bo'ladi. Navo kelgan qadimingizga marhaba. Rahmat aka, rahmat. Do'stlarimizga marhaba. Bugun kecha hammangizga muvaffaqiyat tilayman. Bizning kiyimlarimiz shu asli. Shu bizning kiyimimiz. Shu kiyimimizni sen unutib qolgan vaqtlarda siz chiqibsiz sahnaga. Sizga rahmat. Rahmat. Sizning ovozingizdan men nayt qadimiy bir ota bobolarimning hissiyotini oldim. Rahmat sizga. Rahmat. Rahmat Zoir. Bizning naqshimiz bosqichidagi 4-numurlik mayirimizmi o'zining naqshini aytib o'tdi. Unda qizg'in olqishlar bilan 5-numurlik mayirimizni saytni taklif qilamiz. Marhaba. Sayla qilayman bog'da hech kimlarim yo'q. O'zim g'ayri bir dardman, sevgan yarim yo'q. Sayla qilayman bog'da hech kimlarim yo'q. O'zim g'ayri bir dardman, sevgan yarim yo'q. Qalbimda dardlarim bor, umidlarim cho'q. Yuragim bir yor izlar, nigohlarim o'q. Sevginim yok, aydın gece, aydın koca yürek şok. Şok yürekte üzgünlükten kılcı özge tilek yok.
yar xiyolini berdi ay shirin kulib hicronlardan men kechay ish sharobidan bir ichay xiyol yar vaslini amdi bir ko'ray sevginim yok aydın gece aydın koca yürek şok yürekte ezgilikten koca özge dilek yok gece aydın koca yürek şok yürekte ezgilikten koca özge dilek yok sevgilim yok aydın gece aydın koca yürek şok yürekte ezgilikten koca özge dilek yok Xo'sh, o'zingiz bir tanishtirib ayting. Assalomu alaykum, nahmaydanki tomoshabinlar, aziz ustozlar. Men 5 nomerlik Mayir Firdavs Ahmaddan sizlarga o'tliq salom. Rahmat. Maktabda o'qimsiz yoki? O'zim Abdumur rayonlik Cho'ngyo doktorxonasidan praktik o'quvchisi, meditsina kasbida o'qigan. Meditsina kasbida o'qigan. Meditsina kasbida o'qigan bo'lsangiz, uning ichida qanchasiz o'rgangan kasb bor? Ben CT'de ishlayman, hozir CT kasbida. CT apparati. CT apparatida tekshirish. Unda bo'lsa, sahnamizga qanday bir maqsadlar bilan keldingiz? Mishalgilan CT saqlayda keldingizmi yo boshqa maqsadlarmi? Bir hisobda o'zimning qiziqishi doktorlikdan sirtdagi naqsh musiqa bakat amroq. Sen seni qiynalib ketgan bemorlar naqshini aytib bersa. Ba'zi go'ydamdi. Ishdan naqsh aytib. Paranishni. O'sha doktorlik qilib turib, naqsh aytadigan ishlar bor deganamsa? Go'ydalik ishxonalar o'tirib naqsh aytib. Qo'lga jingna kelmadi deb bas. Ba'zi maylarni g'ang shipiltib deganingiz yetadi bu. Bo'ldi-ki. Xo'sh ukam, yaxshi paranglashib oldik, yaxshi kulishib oldik. Rahmat sana. Xo'sh, Abragilda. Xush kelibsiz, Firdavs Ahmad enim. Bu bosqichda ommabop uslubda naqsh etib kelibsiz. Ovozingiz doirasi tarroq, tusi sal tutuqroq, lekin yiqimliq bir ovoz ekan. Naqshni asosan yaxshi o'rinladingiz. Endi sizga taklifim, sahnadagi kayfiyatingiz sal tuvan bo'lib qoldi. Qizg'inroq bo'ling, chunki yiningizda bir go'zal qiz usul o'ynayotgan lekin cho'qim shuning nisbatan bir xil qizg'in kayfiyat o'zaro moslashish bo'lish kerak. Keyingi bosqichlarda mushtarablarga diqqat qiling. Omad yor bo'lsin. Rahmat muallim. Rahmat. Bog'liq ustozlarning baholariga ko'pdan ko'p rahmat. Unda bo'lsa, birinchi bosqichimizda numar ko'rsatib o'tgan mohirlarni qizg'in alqishlar bilan takliflamoq. Marhamat. Ko'rayotganlar Urumchi televiziya stansiyasi bilan Shinjang Vasiyat madaniyat taraqqiy shirkati birlikda uyushtirgan Qizil qala vitaminli quvvat ichimlikka alohida hamkorlashgan yangi nava programmasi. Bizning naqshimiz bosqichida 5 mayirimiz o'zining naqshlarini aytib o'tdi. Tomoshabin do'stlar, qolgan o'quvchilarning qo'linglarda mayirlarning hozirgi taqdiri sizlarning qo'linglarga bog'liq bo'lib qoldi. Unda bo'lsa, qo'linglarga bilet tayyorlashni elib, o'zingizlar eng yaxshi ko'rgan mayirning rad nomerini yuqori ovozda to'lab o'zingizlar yaxshi ko'rgan mayirga bilet tashlashni boshlasanlar bo'ladi. Unda bo'lsa, bilet tashlash boshlandi. 3 2 1 Keyingi bosqichimizga o'tgan mayirlarni qizg'in tabriklaymiz. Keyinlarga o'rilib natijalarni ko'rib olsanlar bo'ldi. Keyingi bosqichimizga qadam qo'ygan mayirlarni qizg'in tabriklaymiz. Muborak bo'lsin. To'yanga tushib ikkinchi bosqichimizga tayyorlik qilsanlar bo'ldi. Endi inim bizga nayt yaxshi bir kuyni akab. Yaxshi bir kuyni sovg'a qildingiz. Rahmat. Ustozlarimiz yaxshi baho berdi. Natija shundaq egizpas bo'ladi endi. Bu sizning oxirgi natijangiz emas. Balkim buning degan masalan o'zingizning kasbingizda doktorlikda bo'lsin yoki san'at kasbida bo'lsin, cho'qim bir o'zib chiqsiz endi sizga bunday qarsaqma.
Pulup taşqa bir işe gayret var Shunday. ki. Lekin men bugun nava qatnashganlarning birisi bo'lsam, sen qo'ymoqchi emas etiga. O'zingizning fikr bir şeyde deydigan qanaq bir gapingiz var shuni bir anglab baksak. Anglab o'tgan bo'lsak. Shu mening chiqishga qo'llab quvvatlagan do'stim, ota-onam, anandan keyin do'st birodarlarimga rahmat aytaman. Rahmat. Bo'ldi, sizga mutluluk tilaymiz, turmushingizga baxt tilaymiz. Fursat bo'lsa yana bir kelib qatnashasiz. Bo'ldi. Navani sahnamiz sizni davomli qarshi oldi. Rahmat. Qizg'in alqishlar bilan rahmatimizni o'zib qo'ygan bo'lsak. Rahmat. Kuydirgen o, süydürgen o yar sen. Aramın sen, arminim sen, sana amrak ben. Değmen altında kuyup yanımen, didarında yasini kaçarkan ben. Aşık cennet sedası, aşık kullar dalası. Hüsnü kanda uygasın yar kuyudun nasi. Çimenimge kadar teşrif eyleyim ben. Dünyanın namazıdır sayrak gülmen. Sen var düşünüm hayat, har koymay bakımen. Didarında yar seni kaçalıp kalmen. Aşık canın sedası, aşık kullar dalası. Hüsnü kanda uygasın yar buldun nasi. Aşık canın sedası, aşık kullar dalası. Hüsnü kanda uygasın yar buldun nasi. Aşık canın sedası, aşık kullar dalası. Hüsnü kanda uygasın yar buldun nasi. Hüsnü kanda uygasın yar buldun nasi. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Aleyküm assalam. Xo'sh, Muratjon. Xo'sh. Qeyrinishimiz bir tanishtiraylik. Kasbishim Farida Ömer bo'ldi. O'zi Turpan televiziya instansiyasining tarjima markazida ovoz artisti. Ovoz artisti, maqsadim chiroyli aytdingizga, rahmat sizga. Rahmat. Turpandan keldingiz. Ko'pdan ko'p rahmat. Zirahiyadan kelgan kinamda kasb ishingizga bir tilaklaringiz bo'lishi mumkin, bir anglab baksak. Assalomu alaykum hurmatli o'qituvchi ustozlar, aziz qarindoshlar, kasbinglar xayrli bo'lsin. Men kasbdishim Muratjonning bugun yaxshi natijaga erishishini chin dilimdan umid qilaman. Rahmat. Bog'liq ustozlarning bahosini bir anglab o'tgan bo'lsak. Qarindoshlar bosqichi boshlandi. Yuqoridagi 1-nomerlik Mayirmi o'zininki qarindoshi bilan Aşık sadası degan naqshini nayt yaxshi ijro qilinglar. Ovozinglarni shundoq moslashibdi. Bu Darish ansambldagi shundoqla Dilnoz Ahmedi ijro qilgan naqsha. Endi naqshi qo'sh kishilik naqsh ekan. Bilishib aytinglar. Naqshining melodiya talvimi akkord chiqarish ancha talab qilinmoqda. Naqshi o'z ayni nayt yaxshi ijro qilindi. Yaxshi ijro qilinglar. Ovozinglarni shundoq moslashgan. Rahmat. Abduskan. Bo'ldi, bog'liq ustozlarning bahosini ko'pdan ko'p rahmat unda o'zi tuyanga tushib, oramaga shu sanlar bo'ldi. Rahmat. Qarindoshlar bosqichidagi 1-nomerlik mayirimiz o'zining qarindoshlari bilan nomerini ko'rsatib o'tdi. Unda biz qizg'in alqishlar bilan 2-nomerlik mayirimizni sahnaga taklif qilib olgan bo'lsak, marhamat. Marhamat. Ana, senin
yig'layman o'limni va pulga bag'ishlayman zehnimni yuragimni zehnimni yuragimni Xo'sh, Yusufjon, qarindoshlaringizdan biri tanishaylik. Bu yoqdan kelsak, ismi Dilyar. Endi shu MV'ninki rejissyorligini Rejissyorligini. shu. Xo'p, Bu yoq bo'lsa, bizningki endi o'rganish boshlig'imiz Dilyar Napisi. Zulmira. Dilyarning opisi Zulmira. Qarshi olamiz. Bu yoq bo'lsa, endi Dilyarninki cho'ng bo'lgan oltidagi Sherzat. Bu mening saboqdoshim. Biz o'xshamaydigan cho'mib qolibdi. Sirzatmi? Cho'ng'agan sen sag'irib olamsan nima? Deydilar. Endi bu yoqqa kelsak, bu yoq Ferdun Qayyum meningki muzika ishlarimninki shu naqshining akkordlashtirgan og'inimiz shu bo'ladi. Ferdun Qayyum. Endi bu yoq bo'lsa muallim, Dilyarning muallimi. Ha. Ilmira. Ilmira. Saboqdoshim. Ilmiy mudirmi? Hammalarni qizg'in qarshi olamiz. Hammanglarga rahmat. Xo'sh, bu Yusufjonning qarindoshlari bilan tanishib o'tdik. Hamsa bu ustozlarimizning Yusufjonga bo'lgan bahosini bir anglab o'tgan bo'lsak, Xush kelibsiz Yusufjon inim. Bayqi birinchi bosqichda sizning ovozingiz to'g'riliq, toza aniq tushunishda bo'lanmay, shunga men sizga fikr bermagan. Ammo ikkinchi bosqichda men aniq bo'ldi. Ovozingiz doirasi xilili kengri, erlar yuqori ovoz doirasiga tava bir yo'riq ovoz ekan. Bo'libmi bu bosqichda hammamiz shunchalik yaxshi ko'rib anglaydigan, uzoq yillardan beri diyorimizda moda bo'lib kelayotgan bir Uyg'urlarning televiziya filmida aytilgan bu naqsha. Eng dastlabda Muxtar aytgan bu naqshini. Muxtar Niyoz, ha. Shu aytgan Jon ana nomli naqshini aytibsiz. Naqshnimi qarindishingiz bilan yaxshi mas akkordlar orqali shunday chiroyli yaxshi o'rinlab berdinglar. Rahmat. Bo'libmi eng ta'sirli bo'lgani, bu saboqdoshlaringiz naq maydonda ras odamlar amaliy harakatlari bilan mushu haqiqiy bir ulug' onaning simasini bizning ko'z oldimizda namoyon qildi. Haqiqatan hammamiz ta'sirlandik. Rahmat muallim. Haqiqatan bu dunyoda anadek ulug' inson bo'lmamiz kerak. Shunga mushu bir tarbiyaviy ahamiyati bor mushtaq bir yaxshi nomer aytibsiz. Mana nomerlar bizning naqshimiz bo'la oladi inim. Rahmat. Rahmat muallim. Davomli tirishing. Rahmat, Anvar Malim. Bo'ldi, bağlıqçılarning bahosini anglab o'tdik. Hammamiz yaxshi ko'rgan bir narsani aytibsizlar. Hammalar ko'pdan ko'p rahmat. rahmat, inlarim taraqqiy qilinglar. 2 nomerlik mayirimiz o'zining naqsini aytib bo'ldi, qarindoshlari bilan chiqib. Hamsa 3 nomerlik mayirimizni taklif. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Xush kelibsizlar. Qaysi ekaningizlar bo'lsa, qarindoshlaringiz bilan tanishib o'tgan bo'lsangiz. Bo'ldi. Bu yoq ismi Raziya. O'zi Shinjon san'at institutida naqsh kasbida o'qiydi. Bu yoqning ismi bo'lsa Mehribon. Mehribonni o'xshashda Shinjon san'at institutida naqsh kasbida o'qiydi. Bu yoqning ismi bo'lsa Rustamjon. Rustamjonni o'xshashda Shinjon san'at institutining muzika ma'rifat kasbida o'qiydi. Bular hammasi mening yaqin do'stlarim. Hammalarni qizg'in qarshi olamiz. Xush kelibsizlar. Bo'lganda bo'lsa bağlıqçı ustozlarning 3-nomerlik mayirimizga berdigan bahosini olib o'tgan bo'lsak. Navo sahnasi kelgan qadiminglarga muborak bo'lsin. Rahmat. Ajoyib go'zal bir naqshini bizga sovg'a qildinglar. Shunchalik yaxshi bir asarkan, sizlarmo nihoyatda chiroyli aytibsizlar bu naqshini. Mushu asarniki avtorini bilgim kelyapti. Kim yozgan muzikada mushu? Bu bizning qo'mil muqamni varis qilish idorasining muzika akkordlashtirish ishxonasi ishlaydigan Azizjon akamiz muzikasi Gul Jannat deb bir shoirchimizning teksti. She'ri, ha, she'ri. Bak yaxshi she'ri shunchalik chiroyli, go'zal she'r ekan, muzikasimi
Bek chiroylikan, shu ishga olib turg'i rahmat, mendan salomlar bo'lsin. Hammanglarning hayotiga texmi shunday go'zalliklarni tilayman. Sizlarga muvaffaqiyat tilayman. Rahmat, Zoirka. Rahmat. Bunda o'z tuvangi chiqar hamaga so'zinglar. Sizlarga ko'p Rahmat sizlarga. Xeyirlashlar bosqichidagi 3-numurlik mayirimiz o'zining xeyirlashlari bilan numarini ko'rsatdi. Unda bo'lsa qizg'in olqishlar bilan 4-numurlik mayirimizni sahnaga taklif qilgan bo'lsak, rahmat. Marhamat. Ağzına geldiniz mi? Uzun kırıklarından mesela. Şinjanның Ameridan. Tanıştırıptan onda saldı bilen. Oldu bilen ma ikki o'quvchini tanishtirib bo'lib, ben sabaqda shim tanishtirib qo'y. Bo'ldi. Mening o'quvchim bo'ldi, burun boshlang'uchda musiqa dars bergan. Ismi Abdurimjon. Şinjan Pedagogik universitetining usul fakultetida usul kasb o'qiydi. Mana cho'ng'ir bas ketibdi sizga. Bu o'quvchimning ismi Izzatgul. Bu ukamma shu Pedagogika universitetining usul kasbida o'qiydi. Xushkepsiz. Tonamsiz Bu savaqdishimiz Mehmetjon Xotan Gumidin. Hozirqa
Pedagogika universiteti muzika fakultetiga 3 oylik saboqdashim bo'ldi muzika sinfga. Xush kelibsiz, 3 oylik saboqdash. Kimsiz mutallab? Mehmetcan. İsmi Anargül, Korlu Çerçen'den benim saboqdashim hozir. Bu saboqdashingiz 3 oylik saboqdashingiz aqcha. Bu saboqdashingiz. Bu yoqning ismi Ahmetcan, Turpan Pişan'dan benim hozirlik saboqdashim. Xush kelibsiz. 3 oylik muzika sinfga. Bu cho'ng odam-ku bu odam. Bu yoqning ismi Ahmetcan, Qashqar Payzvatdan mening hozirgi 3 oylik tarbiyalash saboqdashim. Xush kelibsiz. Xush kelibsiz. Saboqdashimning ismi Xolmurod, Turpan Pişan'dan. 1.20 oylik odaymi bu? Bizning sinf heyetimiz. Xush kelibsiz. İsmi Ahmetcan, Poskam'dan. Adilcan. Xush kelibsiz. İsmi Xilivul. Nima? Xilivul. Xilivul ismi. Hollywood? Xilivul. Bu rost ismi yoki ism tepash qo'yib turasizmi bu? İsmi Raske. Rasda. Ağinam Turpan Toqsundan saboqdashim. Xush kelibsiz. Yoki biz sinfda yosh kichong, hurmat kichong. İsmi Abduxilil Cho'chakdan. Xush kelibsiz aka. Hammanglarni qizg'in qarshi olamiz. Xush kelibsizlar. Rahmat hammanglarga. Bo'ldi, rahmat. Hammanglarga rahmat. Yaxshi 3 oylik o'rganishinglarga mo'l natijalarni tilaymiz. Unda bo'lsa, baholi ustozlarning bahosini bir aniq etgan bo'lsak. Bugünkidek shunday bir fursatda sizlar bilan yuz ko'rish fursatiga erishganimdan xursandman. Akbar Turdi albatta bizning qarindishimiz ham sizlarning shu aldirashlik ichidan vaqt chiqarib shunday bir esil nomerni hammanglar kuch chiqarganinglar uchun sizlarga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Men endi Akbar Turdining ovozi haqida to'xtalaman. Akbar Turdining ovozi bo'libmi hozir o'qigan naqshidagi ovozi Uyg'ur kuy sistemasidagi xos bo'lgan naqshi o'rinlash shakli. Buni asli shu san'at institutlaridagi har qaysi maktablardagi muzika nazariya yozuvchilar shu naqshi o'qish ilmiga cho'qim kirgizish kerak. Nima uchun deganda bu aloyidlikni turklar allaqachon qo'llanib oldi. Shu yavo ovoznichi chiqadigan bir ovoz bor-ku. Maliqi yavo ovoz deymiz. Buni turklar davomli qo'llanib, hatto turklarning naqsh aytish usulini yaratdi. Yagona turkcha naqsh aytish usuli dunyoda xos bo'lgan italiyacha usul bilan bir qator turibdi. Asli bu variant mana Akbar Turdining ovozida bor. Buni biz ishlatsak bo'ladi. Mushu usul bilan aytgan naqshingiz meni yurakka tegdi. Yana birisi ikki usulchi qarindishimiz, yigit qarindishimiz, qiz qarindishimiz bizga Uyg'ur hayotining bir qismini sahnada ko'rsatib berdi. Hammasi o'zining o'rnini topgan. Biz bu turmushni sizning naqshingiz banisida biz yana bir qitim ko'rdik. Hammanglarga ko'p rahmat. Rahmat Zoirga. Rahmat Zoirga. Baholi ustozlarning bahosiga ko'pdan ko'p rahmat. Xudo o'zi tuyangich aramaga turamiz-lar. Rahmat sizlarga. Hammanglarga rahmat. Ona bo'lsa ikkinchi bosqichimizda o'zining qarindoshlari bilan numar ko'rsatgan qolgan mahirlarni qizg'in olqishlar bilan saytga taklif qilamiz. Rahmat. Ko'rayotganlar Urumchi televiziya stansiyasi bilan Xinjiang Vasliyot madaniyat taraqqiyot shirkati birlikda uyushtirgan Qizil Qalb vitaminli quvvat ichimligi alayda hamkorlashgan yangi navo programmasi. Tomoshabin do'stlar, mana bizning qarindoshlar bosqichimiz oyoqlashish oldi turdi. Endi qo'linglarga bilet tashuvchi elib, o'zinglar eng yaxshi ko'rgan mahirning rad nomerini yuqori ovozi to'lab, o'zinglar yaxshi ko'rgan mahirlarga bilet tashlasanlar bo'ladi. Unda bo'lsa bilet tashlash boshlandi. 3 2 1 Bundan qo'sa natijalarni ko'rib turinglar. Keyingi bosqichimiz qadam qo'ygan mahirlarni qizg'in tabriklaymiz. Tovangi uchun keyingi bosqichimizga tayyorlik qilsanlar bo'ldi. Rahmat, muborak bo'lsin. Usta bir natija bo'lib qolsa deb idejada bir tayyorligingiz bormi de? Bo'pti. Men nima deganda, men mush kasbda bir tarbiyalanmadim-chu. Hem şuna bo'lsin, men bayanda o'tdim, shu ustozlarimizdan, bağlovchilarimizdan bir gapini anglab, qanday shuni qatta ide tayyorlab batdi.
ustozlarninki mushu bosqichgacha bo'lgan taklif fikrlarni yaxshi angladingiz. Bundan keyin shu bo'yicha tirishib olsangiz, balkim texmi yaxshi yuqori natijalarni qo'lga keltirishingiz mumkin. Bizga ayt yaxshi bir suhbatingiz oson emas, mushu bosqichgacha kelmak. Fursat bo'lsa yana kelasiz, yana qarshi olamiz. Ma'qul, rahmat. Cho'qim kelamiz. Cho'qim kelasiz. Bo'ldi. Ma'qul. Sog'lik tilaymiz. Qizg'in alqishlar bilan Murodjonni o'zib qo'ygan bo'lsak, rahmat. Bizning keyingi bosqichimiz parvoz. Rahmat. Kechgacha o'zvaylab o'tgan. Ey! Menga Voy mana nimachilar qilgan oldirash odamman. Bunda qilsa jini. Voy inda siq bugun ya. Voy ala so'nkangni. Ey, nimanda kelib olding bugun? Appam nepad. Bo'ldilar. Kechgacha. So'nkang tashab berma menga. Hey, Ha? nim deb chiqding yerga? Dabi, aptab yerman deb chiqdim. Sen qildigan ishing yo'qmi uyda? Va, eliq uylanish yig'ishtirma. Bir muncha ishlarni qilaman, opam u yerdan ishim. Voy bek chiqchimi ishim bilan. Yey. Hey, Ha? sen odatda nima ish qilsan? Voy odatda nima ish qildim? Uyga boraman, opamga yordam ishim, kiyimog'ini chiqimiz. Noat chiroyli kiyimlar olamiz. Voy, nim degan chiroyli. Ya'ni-chi, Ay, abula endi. Eras. Sen uy ishini qila olamsan. so'ng rus gapni desam bog'u qara, mosh uy ish qildiganda faqat qamlashtirmayman degina. Yey. Ey, qizib o'tirib uy ishini qilamansan. O'rganmatganman shu. Sen-chi? Men degan bog'u uy ishlari degan tirisini qilayman. Voy, ximi jug'ralayman, undan yaqalayman. Sen hamma qila olamsan? Hamma ish qilma jinim. Sen bilan to'y qilsam bog'u, sen guldek boqamajmo jinim. Ajab yaxshi jinim. Nim degan yaxshisan, ish qilgan qo'lingdan a. Hech tura. Bu ishlarni hammani men qilsam, sen nima ish qilsan? Jinim shu nima ish qildim? Atligin surib, sen damlab bergan choyni ichib, ishga berib, tushga sen etib bergan tomoqni yeb, yana ishga berib, kechga uxlayman. Hech tura. Ey, sen meni olamsan, men seni olamdim. Jinim, endi hozir er ayollar bop baravar bo'lgandan keyin o'xshash emasmi? Ha, bo'pti, chunki er ayollar baravar bo'lgan. Ha, shu. Eras jinim. Oh. Burun sen menga bosh talab qo'ygan, ha? Nima? Sen menga bosh talab qo'ygan-ku. O'ynada? Yey. Ey, men seni yaxshi ko'raman. Sen bo'lmasang yasholmayman deb xat yozding-ku menga. Ey, boshda sen talab qo'ygan bo'lg'achqa, menga salom xat yozib, keyin men senga javob xat yozgan ala. Ey, men ular yurak ko'zman berib avvallik o'tib, taqliq cho'lpinlar talab qo'ymamdim. Hey, boshda menga talab qo'yib, uyimning oldiga kelib, "Papa" deb yig'lab o'tirgan kim bu? Bosh qilib-chu, sen menga bosh talab xat yozding-ku. Ish qilib talabni sen menga qo'ygan. Ish qilib sen menga talab xat yozding boshda. Boshda sen qo'ygan. Boshda talab xat yozding menga. Boshda sen qo'yding. Işte. To. Men ne yamanlamay turib, men de yutaklatqanda? Voy, sana yalvarabdim adash. Hey. Endi kelganda menga talab qo'yganing, ha? Ishga qila. Onim ish qotdi. O'g'irlik qilaydi-ku. Voy, uyimgina odamni. Berib tutmamsa? Tutmayman, qo'rqmayman. Hey. Oy, yoshilgan bovoyning nasini o'g'irlatdi. Voy, bizniki o'g'irlagan inkoring jinim. Ey, sen o'g'an balmi ya? O'g'avlar, men qomatlik arzulan degini. To, nima g'idig'ini keltirdim men. Qarab baqa, o'g'irlatdi. Yo'q, qo'rqma. Nima qo'rqaysa biramanga. Voy, men yuzlarimda tinnigun texaliq, bunda tuzab, qimmat maylar sukugan jinim. O bir mushta kezmish edim. An tutamsa berib. Men qo'rqayman. Tutamsa. Tutmayman. Tutmamsa. Tutmayman. Olib ketma. Ha? Tutay. Bozorlik tutamsa. Ha, olib ketma tutmasam. Tutay. Qara. Utama qamsa. Tayoq bo'lsa meni o'g'aymoqma. Qarama. Opa!
hocam, hoppa, hoppa, hocam, hoppa, hocam kita kabul. Hocam, Hoy, bolam. Hoy, bolam. hadi benim Yusuf kızım gitti bana, hocam, hoppa. Müdür, apa işte bak. Bu özüңдүн kichikkina bir bana uruşdan numus qilmading mı? Qayri, o'tama yanga. Ma'qulka sana nima gajima men. Sende edep deydigan narsa bormi? Hoy, bolam. Hoy, bolam, hoy. Hoy, bolam, hoy. Nima bo'lgan sen bira? Voy taqa, voy bu cho'si taqa. Anaka, voy bu. Bu cho's, o'g'irlik qildi bu. Yo'q, qizga bermas dedi o'g'il. Kipeldan ha? Sen bir cho'q qara. Hayır tepere. Sen o'g'irlik qildingmi? Voy, o'g'irlik qilmadimmi? Go'y. Chiqara. Ay çıkıp bam. Portman alam sen amam sen. Portman gömdümü? Voy toğa bayıp pulunuzu oğluna diye az suyan çıktı bak. Portman alam sen amam sen. Boması seni udulap bir sakçı tapşıp vermem. Portman gömdümü? Aka koyta kılım ne? Kızım. Bir sakçı tutmam kıp vermem. Gacınıma sakçıga telefon kılma. Portman bak. Geç çıkara. Oğlum ne musunuz? Ulan Portmanın omuyancığında. O boşrak. Ana. Ne musun kılmaydı? Ortaya. Mame. Yani kuvvet veriyor. Yani kuvvet için. Teletin karısa bir çaylık bal ekense. Muşundak sepişini kılam sefka. Bunun dinke sen ikinci yanımda yat uçup kalgan bolsam, udu sakçıga pırpır ver. Karanın küp gündüz oğurla kalsın. Hop. Ya kuvvet kıl. Ya tavuk kıldı bu dayım. Kuyut pardani. Piyon çalik var birime. Yay. Canım anda ayrılık etmemiz o kanda dedim canım. Vay tepere. Hey! Bir men pakay balam. Kanda bulam diken mi? Yani bir men pakay balam. Mana taka? Hey! Oy parası. Oy. Sen oğul balımın mı? Oğula. Silagim o rahmet balırım. Ben kaytay. Çonda. Andi canım ayrılık etmemiz o andi oğurnum tuttuk. Andi bak o semler resmi alıp gitme. Hoppa! Ne kadar bana bile. Tamam işte başka bilmezsen. Canım deme baba kapam demedim deme. Hey dadı dey hey dadı dey tuttura canım. Bana gelsen yasanmay kegin çıraylık sen yasanmısan mı? Altın değmen zılva boyun yarın altın zincir asanmısan mı? Altın değmen zılva boyun ne güzel nigar altın zincir asanmısan mı? Mala kesem karanmay kegin nigar Dede gülnim karandını bak zatenim ne desen de
taraldığını ettir çeçip avara bulma güzel nigar şaşmasan mı kuşboy pıraysan keçlerde ay bulmasa çelivegin yenin garze bıraysan keçlerde ay bulmasa nigar çelivegin özem bıraysan çelivegin benim gayemsen Hem ustazlarımızın kadar kıymetli teknik fikirleri var. Bir anlap baksak. Ve basqışma naydı qalbilik tamamlandı. Bu numaralar birisi-birisinin sarqal. Çoğun bir keçiliklerge, abagilik şundaq yaxşı. Münevver. Obraz bak yaxşı orulangan. Rahmetli şefte. Bak yaxşı orulangan. Sizin obrazın bak yaxşı oruladınız. Siz zaten itosasida yani bizning kelgüsüde itosasidagi yani yaramlıq artistlarimiz keyin chiqib ketibdi. Rahmetli şefte. Hozirlandik. Davomli tirishinglar, mustaqil asarlarni o'ynab turinglar. Rahmet. Ama bizning 3-chi nomerlik mayra kelsak, bayatın elektrlik çalgı bilan bir naqsh etdi, yasanmay keldigan. Siz bugün resmi çaldınız mani. Elektrlik çalgını. Bunun qaltakları var. Ay qaltakni o'ynatib, ani akkordni to'g'ri besib, qaltakni o'ynatib, anandiki naqshi qanday bo'lgan bo'lsa, shu tilliq muzikani qaltak orqali shu serilma ovozlarni naqshga o'xshash qilib chaldingiz. Abduzakam bilan biz bayat deb o'tadik. Ajab yaxshi chaldi, elektrlik pianino deb. Naqshini mu yaxshi egallabsiz. İbrahimning naqshini do'rab etmoq o'y emas shu. Ana naqsh shivlarini mu shunday yaxshi egallabsiz. Rahmat. Sizga omad tilayman. Rahmat. Endi bizning 4-chi nomerlik mayrimiz Çatma muzika.
Astı çağırsanız kendi güllerlerini tez alalım gitsem başka açılım çaldınız. Hamkorlashuvchilaringiz mu? Yaxshi hamkorlashmadi. Sizga mutxiyar bo'lsin. Rahmat Dilshatga. Mana bizningki parvoz bosqichimiz oyoqlashish oldi turadi. Bizning bilet tashishimiz orqali 2 mayimiz zatida bir yulduz bosqichga o'tadi. Tenda qo'stamaj bilan qo'lingizga bilet tashishni elib, o'zingizlar eng yaxshi ko'rgan mahirning rad nomerini yuqori ovozda to'lab, o'zingizlar yaxshi ko'rgan mahirlarga bilet tashlasanglar bo'ladi. Unda qo'sa bilet tashlash başlandı. 3 2 1 Haftada bir yulduz bosqichiga o'tgan mahirlarni qizg'in tabriklaymiz. Keyinlar o'rilib, natijalarni ko'ringlar bo'ldi. Muborak bo'lsin, muborak bo'lsin. To'yinga tushib keyingi bosqichimizga tayyor bo'lsanglar bo'ldi. Muborak bo'lsin. Akram. Xo'sh. Mayli uchinglardan qaysinglar bugungi haftalik yulduz bo'linglar, biz hammanglarni yaxshi ko'ramiz. Bu qilib qolgan bu bir muhim masala emas. Bizimning yurak so'zlarim batdi. Bo'ldi. Ammo shuni bir cho'ng qilgan, jamiyat yaramli odam qilib tarbiyalagan shu ota-onamga rahmatini bildiraman. Shu mening kasbimga mas'ulishpagan Xinjiang pedagogika universitetining 3 oylik musiqa kasbidagi barliq savodishimga rahmatini bildiraman. Rahmat sizlarga. Ko'p rahmat. Ahtarman savolingizga do'stlarga ko'p rahmat. Bo'ldi, sizdan xo'shlanadigan bo'ldik. Davomli mangimiz o'taylik. Tirishing. Yana keling. Musiqa kasbini so'ymayman. Qo'lingizdan yaramli farzandlarningki yetishib chiqishini to'liq umid qilamiz. Rahmat. Qizg'in alqishlar bilan Akbar muallimni uzib qo'ygan bo'lsak. Rahmat. Bizning parvoz bosqichimiz muayyan muvaffaqiyatli oxirlashsa, unda bo'lsa eng oxirgi bosqichimizga o'tib olamiz, Ro'zaxon. Oxirgi bosqichimiz haftada bir yulduz. Marhamat. Parmağlay vay bala Çillambağda yelanda Meyane diken billen yarım okumalı Yarının günde vay kiyamba Uyumdan çıkmaysan vay bala Bağında gülüm yok mu Çırayını açmaysan yarım okuma Gönlümdeki yar yok mu? Gönlümdeki yar yok mu? Kilimle yarım oynaydı derya boy boylaylı ya
bizde köylayli Ayha meşhur oynaylı Herkes meşhur oynaylı Hop! Oyunu katta oynadılar Urulup maçırılır Şunçı hep arasında Kızıl gülde körülür Boyanlı taşım baya Sen karımsan yarım kurguydek adaşımda Ayha meşhur oynaylı Herkes meşhur oynaylı Ayha meşhur oynaylı Rahmet. Özіңla әң яқшы көрген махирның рәт нөміріне yuqori авазы толап, ішкі махирның қайсысын яқшы көрген болсаңлар, шуныңға билет тайсылсаңлар болуды. Онда қоса, билет тайсылаңыз. Başlandı! 2 1 Bizning bugungi haftalik yulduzimiz Qaysar! Muborak bo'lsin. Rahmat. Biz uchun alohida nomerlarni taqdim etgan chiroyli yaqinlik naqshlarni taqdim etgan Yusuf Jang'ga ko'pdan ko'p rahmat. Rahmat. Sizni yo'lliq kiyim-kechaklarga chekishga ta'minlangan yo'lliq kostyumlari bilan mukofotlaymiz. Undan qo'sa qizg'in alqishlar bilan bog'liq ustozlarni bugungi haftalik yulduzlar shundaqla ikkinchi bo'lgan mahirimizga lo'nqa yetkazib berishga, gullarni yetkazib berishga taklif qilamiz. Marhamat.